Bittasi maktabda o'qituvchini so'kibdi. O'qituvchi kelgan, haligi bolani nega beodoblik qilyapsan deb qo'ygan, urishgan. Quloqing bormi degan. Endi quloqi bor ekan, lekin quloqi bor degani eshitadi degani emas-da. Eshitadi degani u amal qiladi degani emas-da. Qani bitta quloqingni bir ko'ray deb turib, o'qituvchini bilmadim endi chuchvara tukkanligi esiga tushib ketganmi, deb qilib burabdi quloqidan. Shu buragandan keyin u endi chinqirgan, boshqa qilgan, uyga borib otasiga, onasiga shikoyat qilgan, kelib otalar o'qituvchi bilan shunaqa qattiq bahslashib, hatto yo'qolashgacha borishgan. Bizda endi ota-bobolarimiz nima deyishardi mana? Mana yoshi ulug'lar ko'proq o'tirishibdi. Yoshi ulug'lar bolalarini ilmli bo'lishligi uchun olib borib, mana eti sizga, go'shti sizga, suyagi bizga. Nima qiladigan bo'lsangiz ham shu bolamizga ilm olsin sizdan biror narsani o'rgansin, biz xursand bo'lamiz deb o'zlari olib kelib bolalarini o'qituvchilarga taqdim etishgan. Endi biz hozir bu gapimiz bilan yana bolalarning quloqini bir chuchvara qilib tugib ko'rish kerak ekan yoki biror bir narsa bilan urib ko'rish kerak ekan degan gaplardan mutlaqo yiroqdamiz. Bolalarga albatta tushuntirishimiz kerak, lekin har qanaqa vaziyatda o'qituvchilarning yonida turgan ma'qulroq. Chunki o'qituvchi unga biror bir ilm berishlik uchun unga ta'lim berayotgan bo'ladi.